Akam do'konlarga keldim kostyum shim olishga. Kelsam ancha arzon kostyum shimlari. Kostyum shim olib ponni boshdan oyoq kiyinganga 7 ta sovg'a qo'shib berishdi. Paltolar tekin qilib berishdi. Gap yo'q aka. Paltoni ham bepul oldingizmi? Ha, paltoni ham bepul berdingiz. Ko'rib keldingiz-a? Bozordan ko'rib kelibsiz mana. Narx-navolar bozordan qimmatmi, arzonmi? To'g'ri ayting. Ancha arzon aka. Savdomiz rivojlanishi uchun emas. Bor gap deydi. Chestniz aka arzon. Yaxshilik kunlarga nasib qilsin. O'ziga o'xshagan do'stlardan nima deysiz? Shu kuyovlar kelsa bo'ladimi yo'qmi? Yo'q, hamma kelsin, ko'rsin mana. Bozor bilan ham solishtirib ko'rsin, ancha arzon sizlar. Sizga o'xshab bozordan narx-navolar tekshirib kelsa ham demoqchiman aka, bozordan ko'rib kelib shekil kelsa bo'laveradi-da, keyin narx-navoni solishtirib mana Hazil akam raznica bo'lmadi hozir, palto oldim, 7 ta sovg'a berdingiz. Bozordan olsangiz ancha bo'lib ketadi-da. Umringiz uzoq bo'lsin. Xursand bo'ldim. Yaxshilik kunlarga, xursandchilikka kirishga Alloh nasib etsin. Kimdir o'ylashi mumkin-da, hozir mana shu ikkala opaga 5 tursun berib gapirtiryapti yoki yo'q, biz unaqa deganicha Xudodan qo'rqamiz. Hamma narsani shunday ochiq, oydin nimasi to'g'risini gapiryapmiz-da bu. Yo'q, unaqa narsa yo'q. Unaqa narsa yo'q. O'shanga deb. Unaqa narsa bo'lmaydi. Yo'q, bitta hammasi haqqoniy bo'ldi. Rahmat sizlarga, kasbkorlaringga Xursandmiz. baraka bersin. Barchamaylar Farzandlaringizning shunday. orzu havasini ko'ring. Alloh akbar. Yaxshilik kunlarga nasib qilsin. Ha, bu ko'z yoshlar endi quvonch ko'z yoshlarida. Rahmat sizlarga. Sizlar Qo'qon Mumtoz shundoq kiyos akollar do'koni. Obuna bo'lishni unutmang.